Jek Ma bizani universitetda o'qiganda, Hanjin Normal University'da o'qiganmiz. 2020-yil mart, aprel va may, mana shu 3 ta oydan bittasida biz ko'rishganmiz-da. Bizani universitetga kelgan bir talabalarni qochib turinglar desa ham, lekin Jek Ma yo to'xtanglar deb tinglaganda. Endi mana hozir tarjimaga kelyapmiz. Tarjimaga nima turtki bo'lgan? Birinchisi jasurlik bilan, ammo ehtiyotsiz va hisob-kitobsiz jang qilish. Bu uni o'limga yetaklaydi. Bitta joyga e'tibor berdim-da men. Jang kesib tashlasa ham. Assalomu alaykum Abdulaziz aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Siz bilan birinchi gurungimiz saltanatlar qismati. Ha. Bugun mana bu o'zi birinchi tarjimangiz, a? Shunaqa. Bu kitob. Ha. Ya'ni muhoraba san'ati. Muhoraba, endi ko'pchilik bu so'zni tushunmasliklari mumkin. Muhoraba bu jang, to'g'rimi? Jang san'ati. Kitobga kirishdan oldin o'zingiz haqingizda bir ozgina gaplashsak. O'sha Xitoydagi o'qish haqida gapirib bersangiz. O'zim o'tgan suhbatda ham aytib o'tdim. 97-yilda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida tug'ilganman. O'sha yerda maktabni bitirdim. Keyin boshida litseyda, keyin kollejda o'sha yerda o'qidim. Orada Qorako'lda ham tayyorlanuvda bo'ldim. Keyin 2015-yildan 17-yilgacha jahon tillarida o'zimizdagi O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida birinchi ingliz fakultetida 2 yil o'qidim. Ikkinchi kursni bitirganimdan keyin o'sha paytlar menda chet davlatda o'qishga qiziqish juda ham kuchli bo'lardi. O'sha paytlar koreys tilini o'rganardim. Keyin yaqinlarimizni tavsiyalari bilan hali Koreyaga borib nima qilasan? Undan ko'ra Xitoyga boradigan bo'lsang, u yerda mana ishlarimiz bo'lyapti, o'sha yerga yordam berasan deb maslahat berishuvdi. O'shandan keyin 2017-yilda ikkinchi kursni tamomlaganimdan so'ng o'qishdan o'sha o'z ixtiyori bilan chetlashtirish bo'lar ekan. Shunaqa qilib Xitoyga o'qishga ketganman. Keyin u yerda avval boshida 2 yil til kursida o'qidim, keyin 4 yil bakalavrda o'qidim. Til kursida faqat Xitoy tili o'rgatilinadi, Xitoy madaniyati mana shunaqa o'rgatilinadi va 2 yil o'qiganimdan so'ng HSK 5 ya'ni xuddi bu IELTSga o'xshaydi. Xitoy tili darajasi o'sha 6 ta daraja bo'ladi. Shuni 5-sini olganman va keyin 4 yil bakalavrda o'sha yerda o'qiganman. Bakalavr Alibaba Business School, Alibaba Business Schoolda xalqaro savdo yo'nalishida o'qiganman, diplom business management. Boya o'zimiz o'zaro aniq gap ketganda aytdingizki, Abdulaziz qanaqa bo'ladi Xitoychada? Ya'ni men uni talaffuzi qanaqa bo'lish ma'nosida so'radim. Siz Xitoycha ismingiz borligini aytdingiz. O'shani gapirib bering. Biz jahon tillarida o'qiyotganda xitoylik talabalar yurgan ekanda 2016-17-yillarda adashmasam. Xitoylik talabalar bordikda inglizchalab salomlashib, gaplashib nima qilib, isming nima desak, bittasi Alisher deyapti. Yana bir qizi bor ekan, isming nima desak, Nargiza deyapti. Biz uchun juda ham qiziq tuyuldi-da. Nimaga sizlar bunaqa o'zbekcha ism tanlagansizlar desam, bu eslab qolishga oson bo'ladi, o'qituvchilarimiz bergan ism deyishdi. Keyin unda meni ismimni ma'nosi nima bo'ladi dedim. Keyin u aytdi, isming nima, tushuntir, ma'nolari nima deyishdi-da. Keyin ancha o'ylanib, bir-birlari bilan maslahatlashib, mana shu VJ degan ismni tanlab berishgan. Lekin u paytda meni Xitoyga ketish maqsadim yo'q edi. Mana shuncha qog'ozchaga yozib bergan. Shu qog'ozchani keyin men o'sha karmonimga solib qo'yganman. Va keyin taqdir taqozosi bilan Xitoyga boradigan bo'lib qoldim. Xitoyga borganimdan keyin o'qituvchilar isming nima deyishganda shu qog'ozchani ko'rsatib, ismim VJ deb nima qilib borgandim. Agar ismsiz borsa talabalar, o'qituvchilar juda ham oddiy, sodda, mana misol Mark ismini xitoychalab Maki yoki misol o'zbekcha Otabek bo'lsa, shuni oxirini Bek yoki David ismini yoki Davud ismini Davey deb mana shunaqa juda ham bir oddiy ismlar tanlab berishadi-da. Hattoki agar o'qituvchi yomon bo'lsa,
o'quvchisini yomon ko'rsa kulgili ismlar ham tanlab qo'yishi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Shuning uchun menda bunaqa narsa bo'lmadi. Juda ham o'sha tipikal xitoycha ism bo'lgan. Hattoki bir biznes jarayonida bir tijorat bo'yicha bir opa bilan gaplashganimizda sani isming erimni ismi bilan bir xil ekan deganda, keyincha yaxshi ish bo'lgan o'shanda. Ya'ni biznesda ancha yordam berib nima bo'lgan. Jankiz tashlasa ham yaxshi. Endi noto'g'ri ma'noda emas, to'g'ri ma'noda ish biznes tarafdan yaxshi foyda bergan sizga. Ha, chunki ism haqiqatda xitoycha ismda. Shu haqiqiy xitoy ismi. U sizni ya'ni ismingizga Abdulazizga yaqin ma'nodagi. Bu Xitoy ismlari o'sha 4 ta iyeroglifdan tashkil topgan ikkita so'zni qisqartmasida bu. Weydadi, Wei, Jechudi, Je. Weyda degani katta va ulug' degan ma'nolarni bildiradi. Ha, Jechu bo'lsa kuchli, o'sha inglizchada outstanding deydi, shunaqa ma'noni bildiradi. Shuni ikkita so'zni birinchi nimalarni, harflarini birlashmasi. Ya'ni Weydadi, Wei, Jechudi, Je. Weije bo'ladi. Mashalloh. Talaffuzlaringiz, aksentlaringiz ham xitoycha bo'lib ketgan. Yo, endi sizga shunaqa tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida xitoy tilini yaxshi biladigan odam birdan biladi. Xitoy tilida 4 ta ton bor-da. Ko'tariluvchi ton, tushuvchi ton va to'lqinli ton va bir xil o'zgarmas ton. Mana misol ma tushish, ma ko'tarilish, ma. Ma. Bu 4 ta ma u bitta so'z emas. Umuman 4 ta boshqa so'zlar. Ha. Va bizaga xitoy tilini o'rgangan chet ellik talabalarga, ayniqsa mana Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlaridan kelgan yoki umuman Sharqiy Osiyo davlatlaridan kelgan odamlar uchun xitoy tilini o'rganish oson. Mana misol koreyslar, vyetnamliklar, taylandlar, chunki ular tarixan Xitoy bilan bog'liqda. Lekin umuman Xitoy bilan tarixan bog'liq bo'lmagan, ya'ni madaniyat jihatlama, til jihatlama bog'liq bo'lmagan O'rta Osiyo davlatlari, arab davlatlaridan kelgan odamlar uchun mana shu narsada ko'p qiyinchilik bo'ladi. Va yozuvda ham. Mana misol biz o'qiymiz, lekin yozuvda yozishga kelganda, misol o'qishimiz oson, lekin yozishda qiynalamiz, esimizdan chiqib ketadi. Shunaqa bizani koreyalik, yaponiyalik sinfdoshlarimiz bo'lardi. Ular juda ham zo'r yozardi. Yaxshi o'qirdi. Ular bir-biriga yaqinda. Ha. Shu qonida bo'lsa, baribir ular Yaponiya ham o'sha Xitoy iyerogliflaridan foydalanadi. Hozirgacha. To'liq bo'lmasa ham qisman foydalanadi. Koreyada ham qadimda Xitoy iyerogliflaridan foydalanishgan. Mana siz 2 yil o'qiganman dedingiz-a? Ya'ni tilni o'rganish uchun. Ha. O'shanda haqiqatan biz uchun qiyin. O'zi Xitoy tili eng qiyin tillardan bittasi. Shunaqa. Ya'ni mana hozir ma'ni aytyapsiz, 4 xil anaqasi bor. So'z anaqasi va toni bor va har xil ma'nosi bor. O'shanda qanaqa bir 2 yilda qanaqa o'rgandingiz? Yo, 2 yilda ham juda zo'r darajada o'rgana olganim yo'q. O'sha o'zimiz uchun kundalik hayotga kerak bo'ladigan so'zlarni o'rganganmiz. Kuniga necha soatdan tayyorlanardingiz? Endi 2 yil faqat xitoy tili o'qiganda biz. Boshqa darslar yo'q. Grammatika darsi, o'sha yozish, o'qish, eshitish darslari bo'lardi. Xuddi IELTSga tayyorlangandek. Lekin o'qishga unaqa katta bosim bermagan. Ertalab dars soat 8:30 da boshlansa, shu 11:30 da dars tugardi, 11:20 da. Shu bilan hech narsa dars o'tmasdi. Demak, kutubxonaga borardik. Shu aylanishlarga borib, mana shunaqa qilib, hamma har xil o'zini yo'nalishi bo'yicha ketgan. O'qishga qattiq qiziqqanlar kutubxonaga borishgan. Tijoratga qiziqqanlar o'sha atrofda tijorat qilishga harakat qilgan. Ba'zilar o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullangan. Ba'zilar o'yin-kulgu bilan vaqtini o'tkazishgan. Shunaqa. Ya'ni o'qish hayoti qiziqarli o'tishi uchun maktab shunga vaqt ochib bergan. Maqsad yanada ko'proq talabalarni o'ziga jalb qilish bo'lgan bo'lsa kerak. Xitoyda yashash qiyin bo'lmadimi?
endi boshiga o'rganib ketguncha o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Avvalo o'sha ovqat taraflama qiynaladi birinchi borganda. Lekin bizani universitetimizda halol oshxona bor edi. Keyin biz uni rahbari bilan Yusuf aka Dungan edilar. Shu kishi bilan yaxshilab tanishib oldik. Haqiqatan ko'rib nima qilib, keyin tashqarida ham atrofda o'sha Dungan millatiga mansub odamlarning oshxonalari bo'lardi. O'shalardan ovqatlandik, lekin baribir ta'mi bizanikidan farq qilardi. Keyinchalik topib ketdik-da. Bizani masalan qatiq yegimiz kelar. Qatiq yo'q edi-da. Qatiq yeyishmaydimi? Shakar soladi. Shakar. Magazinlarda Yogurt. sotadi, magazinlarda sotadi shirali. Shu xitoyliklarga ham qatiq bersa, ular shakar solib yeydi. Unaqa yeyolmaydi. Jek Ma bilan tushgan rasmingizni ko'rib qoldim. O'sha haqida gapirib bering. O'zi Jek Ma bizani universitetda o'qiganda, Hanjou Normal University'da o'qiganmiz. Jek Ma o'zi Hanjoulik bo'lgan, Hanjouda tug'ilgan. Va o'sha kitoblarni o'qilinsa, u ham juda ko'p o'sha qiyinchiliklarga uchrab, zo'rg'a Hanjou Normal University u paytda darajasi juda past bo'lgan universitetlardan bittasi bo'lgan. Zo'rg'a shunga ulakishib o'qigan. Keyin asta-sekin muvaffaqiyatga erishgandan keyin o'zi boshida ingliz tili o'qituvchisi bo'lganda, qachondir muvaffaqiyatga erishib pulim ko'p bo'lib ketgandan keyin mana shu o'zim o'qigan joyiga pul tikib uni yanada kuchaytiraman deb niyat qilgan ekan. Keyin Alibaba kompaniyasi ancha rivojlangandan keyin Jek Ma o'sha Hanjou Normal University'ni rivojlantirgan. O'sha shaharda Yuhangchu degan bir qismi bor. O'sha yerda juda katta yerda universitetni qaytadan ochishgan. Ungacha universitet boshqa hududda bo'lgan. Keyin bu yerga ko'chirib, o'sha Alibabani shtab kvartirasi bor. Juda katta ishxona u. Bitta ofis emasda, juda katta hududda joylashgan ofislar hammasi Alibabaga tegishli. Ana shunga juda ham yaqin bo'lgan joyda universitet qayta qurilgan. Va uni ichida Alibaba Business School degan fakultet ochgan. Birinchi bu xitoylik talabalar uchun ochilingan. Unda asosan o'sha elektron kommersiya, ya'ni e-commerce deydi. O'sha elektron tijorat o'qitilinardi. Keyinchalik 2018-yilda 2018-19 o'quv yilidan boshlab u yerda xorijiy talabalar ham qabul qilina boshlandi bakalavrga. Biza o'shani 2-yilgi talabalar bo'lganmiz. Ya'ni 19-20 o'quv yilida kirganmiz va 23-yilda o'qish bitirilgan. Jek Ma mana shu universitetda qayta rivojlantirgandan keyin uni o'zini orzusi o'sha qachondir u nafaqaga chiqishdi va yana universitetga borib dars o'tishni orzu qilganda. O'zini o'sha gaplarida ko'p bora aytgan. Ya'ni u o'qituvchi, qachondir borib yana o'qituvchilik qiladi va bizani biznes schoolda rektori ham bo'lgan. O'zi 1 yilmi bo'lgan, keyin almashgan. Har yili kelib turardi. Kelib Alibaba Business School o'quvchilari bilan ko'rishardi. Shu 2020-yil mart, aprel va may, mana shu 3 ta oydan bittasida biz ko'rishganmiz-da. Bizdan universitetga kelgan, birdan Jek Ma kelibdi deganda biz ham borib, qani juda qisqa suhbat bo'lgan. Unda biz birinchi startapimizni qilgandik, Yangi bozor degan, ya'ni o'sha payt koronavirus avjiga chiqqan bir paytlarida biz oziq-ovqat yetkazib berish ishini qilganmiz. Birinchi o'sha o'zimiz joy Kattaqo'rg'ondan boshlangan. Yaxshi tajriba bo'lgan. Biz elektron kommersiya bo'yicha o'qirdik va o'sha narsani qilib ko'rishga harakat qilganmiz. Shu qanchadir miqdorda yurgan. Keyin o'shani aytib berganman. Mana futbolkasini kiyib borgandaman, biz mana shu startap qildik, mana shu oziq-ovqatlarni yetkazib berishdi deb. U ham juda ham kamtar odam, atrofida odamlar ko'p edi. Hali talabalarni qochib turinglar desa ham, lekin Jek Ma yo to'xtanglar deb tinglaganda, tinglab yaxshi deb, zo'r deb o'zini fikrini nima qilib aytgan. Shu bizani o'qituvchimiz bo'lganda baribir. Chunki Jek Ma'ni bizani maktabda Malaoshi deydi. Ya'ni ma ustoz deb chaqiradi-da, Laoshi degani ustoz. Shu u biz uchun
biznesmen Jek Ma emas, ko'pincha Ma ustoz sifatida ko'p tanilgan. Shu kitoblarini o'qiganmiz. O'zi fakultet tashkil bo'lishiga ham o'zi sababchi. Va ya'ni o'sha tarafdan uni g'oyasi bilan o'qilganda. Shunaqa, ha. Shuning uchun ham u ustoz deyilishga Ha. arzisi kerak. Shunaqa. Endi mana hozir tarjimaga kelyapmiz. Tarjimaga nima turtki bo'lgan? Bilmadim, endi qiziqishmi shu nimadir o'zi insonni hayotdagi maqsadi hamma narsani o'zini funksiyasi bo'ladi-da. Bir narsa suv bo'lsa, misol suvda ham o'zini funksiyasi bor. Agar u o'zini funksiyasini bajarmasa, u keraksiz narsaga aylanib qoladi. Insonning ham funksiyasi bor, u o'zi yashab turgan jamiyatga, muhitga foyda keltirishi kerak. Agar foyda keltirmasa, u inson o'zini funksiyasini bajarmayotgan bo'ladi. Agar Xudo ko'rsatmasin zarar keltirayotgan bo'lsa, u insondan jamiyat qutulsa foyda ko'radi. Shu narsa balkim turtki bo'lgan bo'lsa kerak, shu nimadir jamiyatga foyda keltiradigan nimadir ish qilish. Shunaqa maqsad doimo bo'lgan va nimaga aynan bu kitob hayolimga kelgan deb so'raydigan bo'lsangiz, agar so'rasangiz, Bu birinchi tarjimangiz, to'g'rimi? Birinchi kitob tarjima. birinchi kitob. O'sha paytlar Saltanatlar qismati ikkinchi kitob. ikkinchi kitob. O'zi inglizcha nomi The Art of War. Bu kitob haqida men avval juda ham ko'p eshitganman. Hattoki Jek Ma ham o'zini bir suhbatlaridan bittasida shu The Art of War deb o'sha iqtiboslar keltirganda, shunda men doim o'ylardim, qanday kitob ekan? Hamma bu haqida gapiryapti. Ko'pda urush san'ati deb o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsa, urush san'ati bo'ladi. Искусство война. Keyin bir kuni men u paytlar ish qilardim, ham o'qib, ham ishlash, koronavirus bo'lgan. Biz onlayn o'qishga o'tganmiz va o'sha logistika sohamiz, biznes sohamiz o'sha vaqtlarda boshlangan edi. Mashinam bo'lardi. Mashinada yuk tashirdim. Ya'ni mijozlarning yuki men uyimga kelsa, men u yuklarni olib borib katta omborxonaga yetkazib, upakovka qilib berardim. Shunda doim taxminan 30 minutdan 1 soatgacha mashina haydalinardi bir joyga borgunchada. Endi bu vaqt behuda o'tkazib bo'lmaydi. Shunda to'xta qanib shu kitob birdan xayolim kelib ketdi-da, shu qanaqa kitob ekan deb. Vaqtdan unumli foydalanadi. Telegramga yozdim kitob nomini. Yozsam bir nechta kanallar chiqib keldi. Bittasini bossam 1 soat u 40 minutlik audio chiqdi. Keyin o'yladim, shunday qisqa kitobmi ekan bu, shunaqa kichkina ekanmi deb o'yladim-da. Yana boshqa joylarga YouTube'da qarasam, haqiqatan boyaga yana ochiq, hamma uchun ochiq bu. Ya'ni mualliflik huquqi degan bir narsa yo'q, chunki qadimki kitobda. 2500 yil. Keyin shuni bittasini qo'ydim-da, eshitib ketdim. Birinchi mavzu ingliz tilida eshityapman. Haligi jumlasi kelyapti. All warfare is based on deception degan joyi kelyapti-da. Barcha urushlar hiyla va makrga asoslangan bo'ladi deb tarjima qilganmiz. Keyin haligi uzoqda bo'lsang o'zing yaqindagidek tut, yaqinda bo'lsang uzoqdagidek tut degan joylar, jumlalar kelyapti-da. Keyin men o'yladim, nima uchun bu shuncha tilga tarjima qilingan mana bu kitob haligacha o'zbek tilida yo'q. O'sha kuni men o'zi borib kelish davomida bu kitobni eshitib bo'ldim. Yana qayta eshitdim. Xitoy tilidagisini ham topdim. Keyin universitetdan 3-4 ta nimasi kitobi bor edi. Asosiy tarjimalarimiz bo'lgan kitoblar. Bittasining nomi Sunzu muhoroba san'ati zamonaviy urushlarda yoki zamonaviy dunyoda degan ma'noda bir kitob bor edi. Yana bittasi bo'lsa, uni rasmlar orqali ko'rsatib berilgan yana bitta kitob bor. Mana shu ikkita, asosan ikkita kitob bo'lgan. Ana shu bilan tarjima qilish boshlangan. Juda ham qisqa vaqt ichida tarjima bo'ldi. 2022-yilning boshida bo'ldi. Tarjima mana bu oq kitobcha edi. 1,5 oy. Bu mana bu birinchi nasri. 1,5 oy davomida tarjima bo'ldi-da. Bu hozir bu ikkinchi nashr. Ya'ni farqi hajmida va yana nimada hajm? Buni farqi katta. Birinchi tarjimasida tez bo'lgan, 1,5 oy davomida tarjima qilingan va qiyin so'zlar tanlangan. Keyin
tarjimada bir nechta joyda man keyinchalik payqadim xatolar va kamchiliklar bor. Va bu kiril yozuvida bo'lgan nashr. Bu ancha nima deydi? Qo'llanmaga o'xshab chiqqanda. Cho'ntakka Cho'ntakka solib solib. ketaveradigan xohlagan odam metroda bo'lsa o'qib ketishga qulay haqiqatdan. Dizayn ham yaxshi chiqqan ekan. Yaxshi. Bu demak bunda ham yaxshi. Anaqa dizaynlari, kitob sifati. Bu yerda mana xitoycha anaqa originalni ham qo'shgansiz. Ya'ni original matn va tarjima ketadi. Shu maqsadim professionalroq qilib chiqarish bo'lganda, bunda xitoycha birinchi tarjimasida xitoycha yozuvlari yo'q edi. Ikkinchisida shuni yozsak-da, mana shuni qo'ysak-da, keyin pastida o'zbekcha ma'nosini berib borsak, deb mana shunaqa qilganmiz. Yaxshi fikr bo'lgan ham. O'zi kichkinagina kitobcha. Ha. Xitoy tilini biladiganlar yoki qiziqayotganlar uchun bu yaxshi qo'llanmada, ya'ni biladiganlar uchun misol biz tanqidga ochiqmiz. Agar xato kamchiligi bo'lsa, ko'radi. Qiziquvchilar uchun bu yanada qiziqishini orttiradi-da. Men o'zim kitobni mutolaa qilganimda, o'zingizga o'sha tarjimondan degan joyida aytgansizki, ya'ni bu kitob zamonaviy Xitoy tili va ingliz tili orqali emas, va u to'g'ridan to'g'ri qadimiy Xitoy tilidan tarjima qilindi degansiz. Uni hozirgi Xitoy bilan qadimiy Xitoy tilining nima farqi bor? Juda katta farqi bor. Bu xuddi bizani hozirgi o'zbek tilimiz bilan eski turkiy til degandek gapmi? Ha, shunaqa. Juda katta farqi bor. Birinchidan hierogliflari boshqacha bo'ladi. Lekin bu kitobga keltirganimiz bu qadimgi Xitoy tilidagi matnlar. Lekin zamonaviy hieroglifda yozilingan. Va juda qisqa jumla bilan keng ma'no beradi qadimgi tilda. Shunda mana shu savol ham bor edi. Ya'ni bu yerda hozir keltirilgan original xitoycha yozilgani o'sha eski Xitoy tilida yozilganmi? Yoki o'sha hozirgi Xitoy tilida yozilganmi? Yo'q, eski Xitoy tilida yozilgan. Lekin hieroglif hozirgi zamonaviy shaklda. Va biz baribir zamonaviy Xitoy tilida o'qiymiz uni. O'qilishi boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin ma'no bir xil ma'no beradi-da. Faqat o'sha qadimgi tilda juda qisqa yoziladi. Mana misol bitta osonroq jumlasini o'qib beraylik. Mana misol Jiangzhi. Bu yerda Jiang aslida Jiang Shuai degani general degani. Qo'mondon deganmiz mana. Jiangzhi. Ji bu qo'shimcha. Undan keyin keladi mana Jiangzhi. Shuni to'liq matnni o'qib bering-da. Bo'l. Jiangzhi Ji Xin Ren Yong Yang Ye. Buni o'zbekchada qanaqa tarjima qilganmiz? Qo'mondon. Qo'mondonning donishmandligi, sodiqligi, insoniyligi, jasorati va qattiqqo'lligini bildiradi. Endi mana bu yerda o'sha Jiang Shuai degani qo'mondon, bu yerda Jiang deb kelyapti. Ikkinchi so'z mana virgul kelyapti-da, Ji kelyapti. Ji hozirgi zamonaviy Xitoy tilida Ji deb aytilinadi. Bu bilim, donishmandlik deganida. Ikkinchisi Shin kelyapti. Buni biz sodiqlik deb tarjima qilganmiz. Hozirgi Xitoy tilida Shinren ishonch degani. Shinyan e'tiqod degani. Mana shuni boshidagi Shin. Undan keyin mana Ren insoniylik, rahm shafqat degan bir ma'nolarni bildiradi. Rensi degan so'zda o'zi asli. Yong bu jasurlik, jasorat. Yonggang degan so'z bor, o'shani birinchi nimasi. Va keyingisi Yang. Bu yangi, qattiqqo'llik. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, hammasini bitta hieroglifi berilganda. Buni tushuntirish kerak. Agar buni to'g'ridan buni o'qib ketsa, ma'no boyagi kelmaydi-da. Agar to'g'ri bo'lsa, qo'mondon, donishmand, ishonch, insoniylik, jasur va qattiq. Ya'ni bu yerda gap emas, so'z bo'lib qoladi. Ha. Shu. Va biz to'g'ridan to'g'ri Xitoy tilidan tarjima qilganmiz deyilgani, baribir faqatgina Xitoy tilidan ko'rib tarjima qilinmagan bu. Qadimiy Xitoy tilidan.
o'sha qadimiy xitoy tiliga yozilingan sharhlar borda. O'shalardan foydalanib. Zamonaviy xitoy tilidagi sharhlar bor. O'shalardan foydalanilgan, ikkita kitobdan foydalanilgan va inglizcha tarjimasidan ham foydalanilgan. O'rni kelganda mana kitobni birinchisini tarjima qilganda o'rni kelganda ruscha nimasidan ham foydalanganman. Ya'ni 3 ta 4 ta tildagi ma'nosini olib bir-biriga solishtirib ma'no chiqarishga harakat bo'lganda. Lekin biz mana bu kitobda foydalangan o'sha ikkita ingliz tilli adabiyotdan foydalanganmiz. Bittasi ingliz odam yozgan, ikkinchisi xitoylik olimlar tarjima qilgan ingliz tiliga. Va bizning asosiy manbamiz Xitoy tilidagi adabiyotlar bo'lgan. Bitta joyga e'tibor berdim-da men. Birinchi bobda Sunzi g'alabaning 5 omilidan biri deganda yo'lni aytadi. Dao deyiladimi? Dao. Ya'ni o'shani siz bizning qamizga tushunarliroq bo'lish uchun tariqat degansiz. Sharhiga shunaqa yozib ketgan. Ya'ni sharhiga. Shu ushbu so'zni tariqat deb atasak ham bo'ladi degansiz. Harbiy kitobda tasavvufiy tariqat tushunchasining ishlatilishi qanchalik to'g'ri o'zi? Bu o'zi ruhiy yo'lda, falsafiy yo'l. Ya'ni Dao degani o'sha qo'mondon, hukmdor va xalq jipsligi. Ularning e'tiqodi, ishonchi va maqsadi bittaligi, bitta yo'ldagi odamlar bo'lishida. Bu yo'l oddiy yo'l emasda. Bu o'sha ruhiy yo'l. Bir-biriga ruhan bog'liqlik. Va aynan mana shu yerda o'shanaqa ruhiy yo'l kelganda biz uni agar yo'l desak, uni odamlar qanday ekan yo'l deb tushunib qoladi-da. Shunga men izohga yozib ketganman. O'zi tariq degani ham yo'l deganida. Tariqat degani misol tasavvufiy bizani nimada ishlatilishda shunaqa bo'lgan bo'lsa ham, lekin biz bu oddiy yo'l emasligini balkim shunaqa izoh bilan berib ketsakmikan deb o'ylaganman. Endi shu yerda yana bitta nozik jihatiga e'tibor berganim, ya'ni bu kitob o'zi asosan hozir bizning zamonamizda mana shu menejment, rahbarlik, boshqaruv yo'lida ishlatiladi. Haqiqatan ham chunki hozir urushlar deyarli yo'q. To'g'ri, agar bu urushda foydalaniladigan bo'lsa, bu haqiqatan foyda beradigan. Lekin aksar holatimizda hozir bu nima deydi, ijtimoiy hayotimizda kerak bo'ladigan kitob sifatida foydalanadigan bo'lsak, aynan rahbarlarga tushadigan kitob ekan. Menejerlarga. Shu yerda nozik nuqtasi deganim, ya'ni biz bilamiz, ishda har doim vazifa beriladi ishchiga va vazifa topshiriladi ishchidan. Ya'ni munosabat ish ustiga qurilgandek bo'ladi. Lekin bu yerda nozik nuqtasi shuki, rahbar va xodim o'rtasidagi mana shu yo'l, tariqat, misol uchun birlashish bugun qanday ko'rinishda bo'lishi kerak degan savol keldi-da. Ya'ni demak bu ishda ham buni, ya'ni rahbar bilan ishchi ham ruhan bog'lanish kerak ekan-da degan bir tushunchaga olib keladi. O'zi mana bizning asosiy yo'nalishimiz tadbirkorlik bo'lgani uchun o'sha bir nechta xodimlarni ishlatib, shogirdlarni ko'rib, nima qilgandan keyin odam biladi, har doim ham yo'l bir xil bo'lavermaydi xodim bilan. Rahbar rivojlanishni o'ylasa, xodim o'zi uchun yengillikni xohlaydi va natijada kutilgan natijaga erishilmasligi mumkin. Va odamlar o'zini salohiyati, ayniqsa yoshlar o'zini salohiyati bo'lmagan narsaga havas qiladi. Mana oxirgi yillarda o'sha liderlik, rahbarlik, o'zi bir biznes qurish degan bir ancha kuchaydi bu narsa. Hamma nimadir biznes ochsam deb harakat qilyapti. Odamlar o'zida bo'lmagan salohiyat bilan ish qilsa, bu isrof. Mana misol bir odamdan yaxshi xodim chiqsa, yaxshi bir avtomexanik bo'lishi mumkin bo'lsa, lekin u kiyim-kechak savdosini boshlab o'zi biznes rahbari bo'laman desa, bu o'zini isrof qilayotgan bo'ladi. Agar bu umumiy bir jamiyatda urchigan bir kasallik yoki illatga aylangan bo'lsa, hamma o'zi munosib bo'lmagan ishni qilmasdan, o'zi munosib bo'lmagan
ishga harakat qilib ketsa, bu juda bir katta narsa yo'qotilish bo'ladi-da. Bu to'g'ri varaqlarda ko'rinmasligi mumkin raqamlarda. Lekin aslida juda bir yomon holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun xodimligini, rahbarligini qilish kerak-da. Hamma o'zini o'rnini bilib va bir-biri bilan jips bo'lish kerak. Mana bu yerda aytilindi, qo'mondon qanday bo'lishi kerak? Boya birinchi o'qiganimiz. Donishmand bo'lish kerak, shu aql bilan ish yuritish kerak-da. Sodiq bo'lish kerak. Ya'ni gapida sodiq bo'lish kerak. Bir narsani va'da qildimi, o'sha aytganini qilish kerak. Insoniy bo'lish kerak. Ya'ni xodimlarini insoniy haq-huquqlariga yo'l ochib berish kerak. Hamma odamning o'zining insoniy haq-huquqlari bor. O'sha narsaga ruxsat berish kerak. Jasur bo'lish kerak. Jasur tadbirkor, agar tadbirkor odam, qo'mondon, biznes boshqaruvchi odam jasur bo'lsa, uni o'sha ulug'larimiz aytganlaridek rizqi keng bo'lar ekan. Agar qo'rqoq bo'lsa, tor bo'lar ekan. Bu jasur bo'lish kerak. Va qattiq qo'l bo'lish kerak. Va har doim mukofot berib, kechirib yuboraversa, unda xodimdan kutilgan nima munosabatda olmasligi mumkin. Shuning uchun joy kelganda qattiq qo'llik bilan uni jazosini ham berish kerak. Agar qo'mondon mana shunday bo'lsa, uni ham xodimi agar aql egasi bo'lsa, qo'mondonni qadrlaydi, ya'ni menejerini qadrlaydi. Sodiq rahbar bilan kimni ishlagisi kelmaydi o'zi. Boya o'zimiz suhbatimizda gaplashdik, kanizaklar voqeasi. Keyingi savol shunga aloqador. Ya'ni o'sha muqaddimasida Sunzi aytadiki, qirolning kanizaklarini mashq qildirayotganda u yerda shunday aytilgan, ya'ni agar buyruq so'zlari aniq va ravon bo'lmasa, ayb qo'mondonda bo'ladi. Lekin buyruqlar aniq bo'lsa-yu, askarlar itoatsizlik qilsa, ayb askar boshlarida bo'ladi degan. Va shu yerda nima qiladi? Shu yerda o'sha kimni bosh qilib tanlagan bo'lsa, ikkitasini olib kelib qatl qildiradi. Vaholanki qurol bunga qarshi bo'ladi. Chunki u kanizaklardan eng yaxshilaridan, ya'ni top menejerlardan ayrilyapti-da. Lekin mana shu ikkita demak anaqa bilan saboq bilan zo'r saboq berib qo'yadi Sunzi. Savol, bugungi o'zbek menejmentida muammo qayerda ko'proq? Muammo qarindoshlari, do'stlarini, ukalaridan kimdirlarni olib keladi, uni kanizaklarga o'xshab qatl qila olmaydi. Va o'sha tanasiga yopishib olgan, xuddi qo'pol qilib aytganda, agar nima qiladigan bo'lsak, tanaga yopishib oladi, ko'rinishdan beozor bir hasharotga o'xshaydi, lekin aslida uni qonuni evaziga hayot kechirib yurgan bo'ladi. Mana shunaqa xodimlar mana shunaqa bo'lib ketaveradi-da, lekin uni yo'qota olmaydi. Demak, ayb shunda kimda bo'lyapti? Ayb baribir qo'mondonda. Qo'mondonda bo'lyapti. Ayb qo'mondonda. Ya'ni bu yerda o'sha qattiqqo'llik qila olmasligi. Shuni. Bu yerda mana bu yerda savolimizni davomi bor-da. Ya'ni o'sha yerda misol uchun kitobda endi to'g'ridan to'g'ri keltirilgan, u paytda odamni qatl qilish oson bo'lavergan endi. Lekin mana shu qattiqqo'llikning chegarasi qayerda bo'lishi kerak? O'sha kitobda ham aytilinadi. Askarlaringizda o'z farzandlaringiz kabi yaxshi ko'ring, deyiladi. Lekin qattiq intizomda saqlang, deyiladi. Va qo'mondon uchun 5 ta ish mumkin emas, deydi. 5 xil zaiflik tufayli qo'mondon halokatga duchor bo'lishi mumkin. Birinchisi jasurlik bilan, ammo ehtiyotsiz va hisob-kitobsiz jang qilish. Bu uni o'limga yetaklaydi. Ikkinchisi tirik qolishni xohlash va o'limdan qo'rqish. Bu uni asirlikka boshlaydi. Shoshqaloqlik va qiziqqonlik. Bu dushmanning oldida obro'sini tushiradi. Behurmatlik va tahqirlanishiga yo'l ochadi. Shon-shuhratga berilish. Bu tanqid va haqoratlarga chidamsizlikni keltirib chiqaradi. Va 5-inchisi eng bizga kerakli joyi, qo'l ostidagi odamlarni qattiq yaxshi ko'rish. Bu dushman hujumi vaqtida munosib javob qaytara olmaslikka sabab bo'ladi. Navbatdagi savolim o'z shunga taalluqli edi. Mana boshida aytdingizki, o'z farzandida yaxshi ko'rish kerak dedingiz. Endi bu yerda esa aytilyaptiki, qo'l ostidagi odamlarni qattiq yaxshi ko'rish deyapti. Ya'ni xodimlarni qattiq
yaxshi mana aytyapti, qo'l ostidagi odamlarni qattiq yaxshi ko'rish bu zaif, ya'ni illat sanalyapti, 5 ta illat. U yerda aytilyaptiki, o'z farzandini yaxshi ko'rish kerak deyilyapti. Ha. Bu yerda yo'q, men tushundim nima e'tiroz nimadaligini, bir-biriga qarshi fikr bo'lib qolmayaptimi demoqchi bo'lyapsiz. Birinchisidagi Ota-ona misol uchun o'zini farzandini qattiq yaxshi ko'radi. ha, lekin ikkinchi qismida aynan o'sha joyda ikkinchi qismida temir intizomda saqlash kerak deyapti. Ya'ni mehr ko'rsatganda, misol o'ljalar qo'lga tushdimi, ularga berish kerak. Xuddi ota-ona o'zini farzandiga birinchi bo'lib ovqat bergani kabi, qo'lga tushgan o'ljalar ham birinchi generalga emasda, qo'mondonga emasda, xodimlarga berilishi kerak. Lekin qattiq intizomda saqlansin deyilyapti. Va bu yerda temir intizomda saqlansin deyilyapti. Bu jumlada bo'lsa qattiq yaxshi ko'rish haqida ketyapti. Bu illatda yaxshi ko'rish yaxshi, lekin qattiq yaxshi ko'rish. Qattiq yaxshi ko'rganda odam o'zini undan ham muhimroq narsalar toptalganda ko'z yumib yuborishi mumkin. Bir odam boshqa bir odamni yoki o'zini narsasini qattiq yaxshi ko'rsa, qaysidir bir buyumini undan to'liq foydalana olmasligi mumkin. Funksiyasini bajartira olmasligi mumkin. Deydi, qirilib qolsa nima qilaman? Misol mashina nima qiladigan bo'lsak, mashina xizmat uchun olgan o'zi aslida. Lekin mashinasini o'ta qattiq yaxshi ko'rgandan uni funksiyasini to'liq foydalanmasligi mumkin. Turibdi dedi. Bu yerda menimcha mana shunaqa ma'noda kelyapti. Ya'ni qattiq yaxshi ko'rish bu illat. Ya'ni bu yerda aytish mumkinki, jazosiz yaxshi ko'rish. Ha, jazosiz. Qo'lliksiz yaxshi ko'rish. Ha, shunaqa. Bu aynan mana shu 5 xil zaiflik bu menejerda halokatga keltiradi. Buni hozirgi zamonaviy qolipga ham solsa bo'ladi-da, mana jasurlik bilan, ammo ehtiyotsizlik bilan nimadir narsaga investitsiya kiritadi. Qo'rqmay tavakkal qilib yuboradi, lekin ehtiyotsizlik. 10 so'm puli bo'lsa, 10 so'mini ham tikib yuboradi. Ilmiy yondashmaydi, o'rganib chiqmaydi, tahlil qilmaydi, analiz qilmaydi. Ha, shunaqa. Oqibatda nima bo'ladi? Uni o'limga yetaklaydi. Ya'ni biznes tugaydi. Bankrot bo'ladi. Va tirik qolishni xohlash va o'limdan qo'rqish, ya'ni bankrotdan qo'rqyapti, bir xil mana shu qo'ldagi narsani saqlab qolishga harakat qiladi. Bu uni asirlikka boshlaydi. Ya'ni kimnidir qo'lida oxiri o'yinchoq bo'lib qoladi. Kimnidir dileriga aylanib qoladi. Shu bog'lanib qoladi-da kimdirga. Uchinchisi shoshqaloqlik va qiziqqonlik. Bu dushmanning oldida, ya'ni o'zini konkurentlarini oldida obro'sizlantiradi. Va dushmani ham uni yomon o'ylaydi-da, ya'ni tahqirlaydi-da uni. Bu yomon narsa biznesda. Shon-shuhratga berilish. Tanqidga chidamsiz bo'lib qoladi. Chunki bir odamni hamma odam ham yaxshi ko'rmasligi mumkin. Agar shon-shuhratga berilib hammaga yaxshi ko'rinishni o'ylasa, hammaga yoqishni o'ylasa, bu misol tanqidlarni ko'tara olmay qolishga olib keladi. O'zi aytiladi-ku, Firavunni Firavun qilgan ham yonidagilari deydi-ku. Siz zo'rsiz, siz falonchisiz, siz pistonchisiz deb. Shu shon-shuhratga tadbirkor odam, menejer odam, o'sha biznes egasi shon-shuhratga berilmasligi kerak ekanda. Va qo'l ostidagi odamlarni qattiq yaxshi ko'rish. O'sha xato qildimi? Mana misol kitobda boshida keladi, muqaddima qismida 180 ta kanizakni 2 qismga bo'ldi, har bittasiga katta kanizaklardan bir kishidan bosh qilib qo'ydi. Birinchi buyruq so'radi, sizlar oldinga, ortga degan bir buyruqlarni farqiga borasizlarmi? Dedi, kanizaklar ha bilamiz deyishdi. Keyin bo'ldi, yaxshi dedi, qurol aslahalarni berdi, nog'orachilarga nog'orasini berdi, 2 qismga bo'ldida, ortga dedi, haligi bir-biriga qarab qir qilib kuldi. Ayollarda. Ha, ayollar bir-biriga xiring qilib kuldi-da. Sunzi o'yladi, so'zim aniq bo'lmadi, demak aybmanda dedi-da, ikkinchi safar yanada qattiqroq aniq aytdi bu gapni. Shunda o'zi ham amin bo'ldi aniq aytganiga. Lekin ayollar yana kuldi. Uni inobatga olmadi. Shunda keyin o'yladi. Gaplarim aniq bo'lmaganda aybmanda edi. Gaplarim aniq bo'ldi, demak ayb men boshliq qilib qo'ygan haligi menejerlarda dedi-da. Hammani ko'z o'ngida ularni qatl qildirmoqchi bo'ldi. Shunda qirol birdan chopar yo'lladi. Bizning eng suyukli kanizaklarimiz ikkalasi ham, iltimos ularni o'ldirmang dedi. Haligi aytdi, men sizdan buyruqni oldim. Ya'ni hukmdordan, rahbardan, liderdan, menejer farmonni olgandan keyin hamma ishga ham
unga nima qilmasligi kerakda. Ya'ni vazifani topshirdimi lider, hamma narsaga ham aralashavermash kerak. Parokandalikni keltirib chiqaradi. Biznes boshqaruvda ham o'ta muhim narsa. Mikromenejment o'ldiradi. Bir ishda vazifani berilindimi, uni qismlarga berilib, o'sha har qismda nazorat qilib, so'rab borsa o'zi yetadi shu narsa. Podshoh ham bir nom chopar yo'llavdi, keyin Sunza aytdiki, "Yo, aralashmang" dedi. "Men siz gapingizga quloq sola olmayman endi" dedi-da. Ikkalasini ham hammani ko'z o'ngida qatl qildirdi. Va qolgan kanizaklarga bu narsa dars bo'ldi. Yana ikkitasini rahbar qilib qo'ydi-da, keyin buyruq beruvdi, hammasini o'ta aniqlik bilan bajardi. Oxirida podshoh ham rozi bo'ldi, ya'ni qilgan ishidan. Ha. Shuni. Haqiqatan biz bir kurs o'tyapmiz-da. Ha. Baraka topishsin, shu Rahim Schooldagilar yaxshi bir boshqaruvchilik haqida bir kurs boshlashgan ekan. Shu Rahim Schoolda Abdulloh degan akamiz bor ekanlar, ular operatsion direktor ekanlar o'sha yerda. O'shalar yaxshi boshqaruvchilik bo'yicha yaxshi kurs qilibdilar. Ikkinchi yil ekan bu o'tishlari. O'tgan yil ham bir qilgan ekanlar. O'shanda mana shu rahbarni munosabatda o'sha jamoa bilan ishlashda 3 xil yo'nalishni aytib o'tdilar-da. Ya'ni avtokratik, demokratik va merokratik. Ya'ni avtokratik bu so'zsiz rahbar qilinishi kerak bo'lgan bir vazifa. Ikkinchisi demokratik, ya'ni maslahatlashib, hammadan maslahat olib, buni nima qilamiz deb. Merokratik esa bu mutaxassisdan fikr olish. Va mutaxassis fikriga rahbarni fikri qarama-qarshi kelsa ham, birinchi navbatda o'sha mutaxassis so'zi olinishi kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha merokratik anaqa bo'lganda. Shunaqa. Bu haqiqatan juda ham bir hozir mana biznes ham bir nima deydi, oldinlari oddiy bir tadbirkorlik deyilsa, hozir ilm darajada o'rganilyapti-da. Aynan ana shu jumlaga aytgan gaplaringizga mos tushadigan jumlasi ham bor-da. Yaxshi hisob-kitoblar qilinib, g'alaba aniq bo'lsa, deydi, hukmdor qaytarsa ham qaytmash kerak deydi. Lekin mag'lubiyat aniq bo'lsa, hamma narsa aniq, ochiq-oydin ko'rinib turgan bo'lsa, hukmdor urushga buyursa ham urushmaslik kerak. Mana kitobi boshida aytilganki, o'zingiz ham aytib o'tdingiz, ya'ni o'sha gap ta'sir qildi menga, iqtibos kitobdan dedingiz, ya'ni barcha urushlar makr hiylaga asoslangan. Va kuchli bo'lsangiz o'zingizni ojiz ko'rsating degan iqtiboslar bor. Savol: biznesda halollik va shaffoflik trend bo'lib turgan zamonda, mana hozir, ya'ni biznesingiz qanchalik shaffof bo'lsa, mana hozir yana Rahim School'ni reklama qilib ketaman shu yerda. Ularda mana shu rahbarlar bor-ku, o'qituvchilar yoki bo'lmasa majlis qilishsa, o'sha maktabni, Rahim School maktabini ota-onalari majlisni onlayn ko'rib turishlari mumkin ekan. Boya sizga ham aytdim shekilli. Ya'ni bu juda ham bir ishonch, ya'ni u yerda misol uchun 1,5 mingta ota-ona bo'lsa, o'shandan bir 100 tasi ham o'sha ko'rmasa kerak shuni. 10 tasi ham ko'rmasa kerak vallohu alam. Lekin mana shu o'zi bizda mana shunday shaffoflik bor deyish ishonchni yana ham oshiradi-da. Ya'ni shunaqa bir zamonda yashab turganimizda, ya'ni aldov, makr, hiyla, ya'ni deyilyapti-ku, ya'ni biznes bu biz biznes tarafdan ketyapmiz hozir. Urush tarafdan emas, urush haqiqatan makr, hiyla. Lekin biznes tarafdan oladigan bo'lsak, makr, hiyla bilan ketishni qanaqa tushunishimiz kerak bo'ladi? O'zingiz kuchli bo'lsangiz, zaif ko'rsatish qanaqa bo'ladi? Yoki bu strategik ayyorlik bilan yolg'onni farqi bormi? Bu o'zi aslida urush haqida aytilingan, o'sha hiyla va makrga asoslangan bo'ladi va shaffoflik, o'sha uzoqda bo'lsangiz o'zingizni yaqinda ko'rsating va hozirgi bizneslar shaffoflik tarafdori deyilgan ko'p gaplar trendga chiqyapti. Lekin aslida to'liq shaffoflik yo'q va to'liq shaffoflik ham biznesga foyda keltirmaydi. Shaffoflik ham qismlarga bo'linadi-da. Mana misol mijozlar uchun shaffof bo'lish kerak bo'lgan narsa bor. Mijoz uchun shaffof bo'lish kerak bo'lgan narsa bor. Ya'ni o'sha mahsulotning tarkibida nima narsalar bor? Uni mijoz bilish kerak. Yegulik narsa bo'lsa allergiyasi bo'lishi mumkin va hokazo. Xodimlar uchun shaffof bo'ladigan narsalar bor.
va yuqoridagi o'sha stolda o'tirgan katta rahbarlar, direktorlar hay'ati uchun shaffof bo'lishi kerak bo'lgan narsalar bor. Bular bir-biriga aralashmaydi o'zi aslida. Yo, aralashmasligi kerak. Klientga misol bu yuqoridagi stol egalariga aytilinadigan gaplar aytilinsa bo'lmasligi mumkin. Yoki xodimga u yerdagi gaplar aytilinsa bo'lmasligi mumkin. Har bir shaffoflikning chegarasi bor haqiqatan. Chunki nimaga? Agar hamma tarafi ko'rsatadigan bo'lsa, tushunmovchilik kelib chiqadi. Faqat izoh berib qo'yish mumkin. Ya'ni misol uchun mana shu Rahim School ikkinchi filiali ochilganida ular o'sha ikkinchi filialni remontlari oxirigacha yetmay qolibdi. Maktab ochilganida. Va o'sha qaysidir ham qavatdagi xona, sinfxona oynasi yo aniq qilinmabdi. Oyna kelmay qolgan. Kelgan bo'lsa ham almashtirish kerak bo'lgan. O'sha paytda ular nima qilishgan? Yopishgan o'zlari. O'zlari yopishib, buni misol uchun aytishmasa ham bo'lardi. Shunda o'tib ketardi u. Lekin o'sha baraka topishsin, rahbarlar aytishganki, ota-onalarga izoh berib qo'yinglar. Ya'ni bizda mana bunday holat bo'lib qoldi. O'shaning uchun mana shu derazamiz mana shunday ochiq qoldi, lekin biz uni yopdik. Hozir tez orada uni to'g'rilab qo'yamiz deb bir izoh berib qo'yinglar deb marketologlarga, ota-onalarga e'lon jo'natilgandi. Ya'ni bu juda ham bir nozik nuqtalar, ko'pchilik ahamiyat bermaydigan. Ya'ni va shu tarafdan, ya'ni aybni tan olib turib, bu taraf shaffofligini aytyapman-da. Va to'g'ri, misol uchun bitta o'qituvchi ketayotgan bo'lsa, ota-onalarga "Mana o'qituvchi ketyapti" deb izoh berib o'tirmaysiz-ku. Uni muammo tezroq hal qilib, tezroq bartaraf etilib, imijimda yopilishi kerak bo'ladi. Keyingi savolimizga o'tar ekanmiz. Demak, 6-bobda ajoyib o'xshatish bor ekan. Jangovar harakatlar xuddi suvning harakatiga o'xshaydi. Suvning muayyan shakli bo'lmagani kabi, jang uslubining ham muayyan ko'rinishi yo'q. Savol, bizda ko'p kompaniyalar qotib qolgan. Ya'ni bilamiz, O'zbekiston bilan gapiradigan bo'lsak, haqiqatan ma'lum bir darajaga chiqqandan keyin bo'ldi, qotib qoladi. O'zini ustida ishlash bo'lmaydi, daromad kelib turibdi, bo'ldi, shu har doim shunaqa ketadigandek xayollarda. Sunzining shaklsiz bo'lish g'oyasini bugungi o'zgaruvchan bozorga qanday tatbiq etamiz? Qanday qilib shaklsiz bo'lib, lekin maqsaddan chalg'imaslik mumkin? Mana Bruslining gapiga o'xshab ketyaptimi? O'sha Brusli bundan olib aytgan. Mana shundan olib gapirgan. Suv o'sha suvdek bo'lishi kerak. Suvdek bo'l. Ya'ni mana shu finjonga tushsang, finjon bo'l, choynakka tushsang, choynak bo'l degandek gapda. Hozirgi biznes o'sha tez o'zgaryapti-ku. Zamon tez rivojlanyapti, raqobat juda ham qattiq ketyapti. Bunaqa holatda bizneslar o'sha moslashuvchan bo'lishi kerak-da. Ya'ni suv kabi o'sha toshli joydan qochib, toshsiz joyga qarab oqish kerak. Bu biznesda faqat bitta yo'nalishga bog'lanib qolmaslik kerak deb o'ylayman. Ko'pchilik aytadi, bitta yo'nalish bilan shug'ullanish kerak, shunda professional bo'ladi degan qarashlar ham bor-da. Lekin men o'ylaymanki, baribir qanaqadir chiqish yo'li qoldirilishi kerak-da. Agar mabodo u biznes qiyin holatga duch kelishni boshlasa, birdan boshqa yo'nalishga. Ya'ni asosiy maqsad, strategiya o'zgarmaydi, lekin taktikalar o'zgaradi-da. Maqsad faqat mana shu biznesni qilish bo'lmasligi kerak-da. Misol, meni maqsadim faqat sayt qilish bo'lmasligi kerak-da. Yoki faqat mikrofon sotish bo'lmasligi kerak. Meni maqsadim butun O'zbekistondagi barcha joylar sifatli mikrofonlar ishlatilishiga erishish bo'lsa, ertaga misol mikrofon biznesi nima bo'lib qolsa ham, misol simini o'xshatish, ustaxona boshqa yo'nalishlarga ham o'tib ketsa bo'ladi. Ya'ni maqsad qolaveradi joyda, taktikalar o'zgarib ketaveradi. Bunda o'sha narsa aytilingan va adashmasam 6-mavzuda bevosita va bilvosita g'alaba yo'llari haqida aytilingan-da. Ya'ni urushga bevosita kirilinadi, lekin g'alabaga bilvosita yo'llar orqali erishilinadi deydi. Ya'ni bu o'sha ikkinchi tarjimamiz bordi-ku, saltanatlar qismati. O'shanda ham keladi. Ko'rinishidan xuddi bir xalqni bir xalq bosib olib,
shu bilan narigi xalq tugab ketganga o'xshaydi. Aynan mana shu urush sababli deydi. Lekin aslida u ichidan chiri bo'lgan edi. Deydi. Xuddi mana shunday. Misol, xuddi urush g'alabasi mana shu to'qnashdi, bu taraf g'alabaga erishdi deydi. Lekin aslida u g'alabani boshqa narsa ta'minlab qo'ygan bo'lar. Bilvosita. Keyingi savolimiz qonli yer tushunchasini kiritgan. Ya'ni deadly ground deyiladi inglizchada. Deadly ground. Yes. Bir zum ham kechiktirmasdan bor quvvati bilan jang qilishdan boshqa najot qolmagan yer. Va u maslahat beradiki, askarlarni shunday joyga tashlash kerakki, shunda ular qo'rquvni yo'qotadi. Ya'ni bu nima degani? Ba'zan ishchilar zona komfortga kirib qoladi. Komfort zonaga kirib qoladi. O'sha paytda ularni sun'iy ravishda chiqarish uchun orqaga yo'l yo'q, mana shuni qilmasak bo'lmaydi deb turib, shunaqa vaziyatga tushirish qanchalik to'g'ri? Masalan, Sunzi aytadiki, Qozon mana shunaqa holat ham bo'lgan ekan-ku. Bu bizni tariximizda ham bo'lgan, sahobalar davrida. Ya'ni hamma o'sha, masalan, kemalarni hammasini yoqib yorib, dushmandan qo'rqmaslik uchun bo'ldi. Yoki o'lamiz, yoki o'sha dushmanning qo'lida o'lamiz deb, mana shu chora yo'q hech qanaqa. Faqat urush kerak. Shunaqa holatga tushirish. O'shanda 400 kilometr ichkariga kirishib, haligi qaysi xalqlar yashagan Ispaniyada, gotlarmidi? Shularni poytaxtini qo'lga olishgan ekanda. Xuddi o'sha jumla, ya'ni kemalarni yoqib yuboring degan jumla kelganda, qonli yer haqida gaplashadigan bo'lsak, bu kitobda ajoyib bir jumla bor. Dushmanni o'rab olsangiz deydi. Dushmanni agar uni o'rab olinadigan bo'lsa, dushman uchun qonli yer bo'lib qoladi-da haligi joy. Bitta chiqish joyini qoldiring deydi. Yana bitta variant qoldiring deydi. Dushmanni boyaga qonli yerda jang qilgani kabi urushiga sababchi bo'lib qolmang deydi. Ular qochib ketsin deydi. Va qochib ketganda uni yo'lini to'smang deydi. Indamay ketaversin deydi. Lekin deydi, o'ziz yana bitta joyi bor. Hamma yo'lni yoping deydi. O'ziz uchun. O'ziz uchun yo'lni yoping deydi. Toki o'sha orqaga chiqib chekinmasin. Shunday. Bu bitta narsada, mana misol odamda variant ko'p bo'lsa, bu ishim o'xshamasa, bu biznesim o'xshamasa, mana buni qilaman. Bunisi o'xshamasa, buni qilaman. Deyish hech qaysi ishda sifatli qilmasligiga sabab bo'ladi. Bir Schwarzenegger bitta gapini eshitib qoldim. Menda hech qachon B plan bo'lmagan deydi. Menda faqat A plan bo'lgan, bo'ldi, ikkinchi plan yo'q. Nimaga deydi? Agar menda B plan bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'xshamay qolsa, uni qilaman. Hozir aytayotgan gapingiz edi. Ya'ni men qiladigan ishim mana shu, bo'ldi, boshqa ishim yo'q meni. Mana shuni oxirigacha yetkazishim kerak. Yo o'laman shu yo'lda, yo mana shuni oxirigacha yetkazaman degan bir fikr bilan ishlayman degan gapini eshitib qoldim. Hozir shunga aniq qilyapti. Bu juda tajribadan o'tgan. Bu men o'zim shaxsan tajribamdan ham o'tgan narsa-da. O'sha yo'llarni yopgandan keyin, o'zim uchun bir nechta yo'llarni yopgandan keyin bir ikkita ishlarim o'xshab ketib qolganda. Va mana shu kitobda ham keladi. Dushmanni o'rab olsanglar deydi, bitta yo'l ochib qo'yinglar deydi. Agar bizani dushman o'rab olsa, agar ochiq yo'l bo'lsa, o'shani yopib, yo'q, ortga yo'l yo'q deb o'sha jang qilish kerak deydi. Variantlarni kamaytirish kerak. deydi. Bu korxona biznes boshqaruvida ham shunisi yaxshi. Xodimlarga mana shu narsa ortga yo'l yo'q deb nima qilish kerak? Mana planni qo'yib, endi planni ham misol osmonda yo'q, yerda yo'q planni qo'ymash kerak-da. Hozirgi ishlab chiqilgan. Umumiy holatini analiz qilib, misol bu yili o'tgan yilgiga nisbatan biznes qanchaga kengaydi, nimalarga e'tibor ber, nimalarga e'tibor berma, mana shu narsalar hammasini bayon qilib, xodimlarning oldiga planni qo'yib, rejani qo'yib, keyin uni qismlarga bo'lib berish kerak-da. Vazifalar ham aniq bo'lishi kerak-da. Vazifa noaniqligi o'sha rahbar aybi bo'lar ekanda. Xo'p, 13-bobda aytilar ekan, oldindan bilish jin va folbinlardan olinmaydi. Faqatgina dushman ahvolidan xabardor kishidan olinadi. Dushman ahvolidan xabardor kishidan olinadi. Savol: Sunzi josuslarga eng ko'p maosh to'lashni talab qilgan. 19-asrda josuslar kimlar? Marketing, ya'ni 19 deyman, 21-asrda, hozirgi bizning asrda bu marketingdagi data tahlilchilarimi yoki raqobatchining xodimimi, sotib olishmi? O'sha hozir
biznes kurslarida ham aytadi-yu, raqobatchisizni xodimini olish kerak deb aytilinadi. Lekin bu har doim ham yaxshi ko'rinadigan holat emas. Har doim umuman menimcha. Birovni xodimini olib, sen avval ishlagan joyingda nech pul foyda ko'rardi, nima bo'lardi? Ularning ma'lumotlarini bizga ber. Bu yaxshi ish emas. Ochiq ma'lumotlardan foydalansa ham bo'ladi. Lekin urush holatida bu narsa kerak. Chunki bu yana boya aytganimiz kabi xalqni, davlatni birligi, hayot mamotiga bog'liq narsa-da. Ha, o'sha fikrda qoldik. Ya'ni o'zi umuman siz har doim ham dedingiz. Ya'ni raqobatchini, ishchisini olib, undan ma'lumotlarni bo'lish. Chunki uni sotgan odam ertaga seni ham sotadi-da. Shunaqa. Keyin o'sha narsa Jek Mani bitta gapi borda, biznes bu inglizchalab aytgan, business is fun deganda, ya'ni xursandchilik bir o'yin kulguday narsa. Bu sen o'lib man tirik qoladigan joy emas, urush maydoni emas deganda, ya'ni juda ham mukkasidan ketmash kerak raqobatda. Bu yerda aytilingan narsa bo'lsa, bu urush haqida. O'sha aytilingani kabi urush o'sha bir davlatni borligi va farovonligiga taqozo qiladigan narsa. Agar yutqizilinsa, davlat yo'q bo'ladi. Farovonligi tugaydi. Boyliklarni boshqa davlat olib chiqib ketib qoladi. Mana bunaqa holatda o'sha yomon illatlardan sanalmish yolg'onchilik, hiylakorlik, makr narsalar fazilat va salohiyatga aylanadi. Xuddi mana shunday urush holatida josus yollash kerak. Lekin biznes qilayotgan holatda endi insoniy qadriyatlar baribir toptalmasligi kerak deb o'ylayman. Xulosalardan o'sha bu o'zingizga savol bo'ladi. So'zda aytadiki, 100 ta jangda 100 ta g'alaba eng oliy mahorat emas. Jangsiz yengish eng oliy mahorat. O'zingizning holatingizda, o'zingiz hayotingizda jangsiz g'alaba nima bo'lgan? O'ylab ko'rish kerak ekan buni. Jangsiz g'alaba bo'lganmi o'zi? Jangsiz g'alaba, unaqa narsa biznes faoliyat davomida ko'p bo'ladi. Agar biz uni biznesga soladigan bo'lsak, ya'ni to'g'ridan to'g'ri qarama-qarshiliklarga bormasdan turib, muzokaralarda yutib ketish oladigan bo'lsak bo'ladi. Unaqa holatlar bo'lgan. O'sha konfliktga bormasdan muammolarni yaxshi yechish. Oddiy ishchi bilan bo'lsin yoki mijoz bilan bo'lsin. Azrahimov podkastida bitta eshitib qoldim. Hozir borgan sari ma'lumotlar, ilm olish osonlik bo'layotgan darajada ilmsizlik shunchalik pasayib ketyapti. Ya'ni saviyali ilm olish pasayib ketyapti-da. Lekin shu bilan bir qatorda xoslar o'zini ustida ishlab, startaplar qilib, loyihalar qilib ishlab, ya'ni vaqtini Telegramda yoki bo'lsa Instagramda o'tkazmayapti-da. Unda o'tkazsa ham foydali, bir o'zini, misol uchun, molini sotish uchun, biznesini yurg'izish uchun foydalanyapti. Lekin omma esa, asosan yoshlar nima? O'sha vaqtini behuda relslar bilan o'tkazishyapti-da. Avvallari savodsizlik deb o'qishni, yozishni bilmagan odamga aytilinardi. Lekin hozirda bu narsa o'qishni, yozishni bilgan odamga ham nisbatan ishlatilinsa bo'ladi. Chunki zamonaviy qurilmalardan ishga kerak bo'ladigan bir yo'nalish internet bo'ladi, sun'iy intellektlardan o'zi uchun kerakli bo'ladigan yo'nalishlarda foydalanishni bilmaslik ham savodsizlik. Va o'sha siz aytayotganingiz saviya tushib ketadigan narsa mana shunda-da. Baribir avvalgi savodsizlar o'qish yozishni bilmasa, hozirgi savodsizlar zamonaviy qurilmalardan foydalanishni bilmayapti o'zini ishi uchun. Va zamonaviy qurilmalardan foydalanishni bilgan odamlar bo'lsa, bitta o'zi 10 ta xodimni ishini bajara olyapti. Bu yaqin yillar ichida mehnat bozorida juda katta bir o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt chiqib mana shunaqa bo'lyapti. O'sha ishini yaxshi qila olmagan, o'zini ustida ishla olmagan, o'sha oddiy qilib aytganda savodsiz bo'lib qolgan yoshlar ishini savodlilarga berishiga to'g'ri keladi. Bu kitobni
bitta ta'rif bilan ta'riflashingiz mumkin bo'lganda nima degan bo'lardingiz? Siz nima degan bo'lardingiz? 25 asr o'tgan bo'lsa ham, Aha. hozirgacha rahbarlar uchun dolzarb Hmm. qo'llanma. Hmm. Man shu gap keldi. Ha. Chunki bunda umumiy tamoyillar bayon qilinganda. Mana misol yana bitta muhoriba san'ati degan kitob chiqqan. Uni fransuz o'sha harbiysi yozgan. Uni Napoleon ham sevib o'qigan. O'sha Machiavelli degan odam yozgan. Bu tarjima o'sha o'zingizni kirish qismida yozib ketgansiz. Hmm. Haqiqatdan o'sha yerda, ya'ni asrlar oshsa ham shunday kitoblar borki, Ha. ular unutilmaydi. Hali ham dolzarbligini saqlab turadi. Shu kitoblardan bittasi mana shu. Ha. Lekin o'sha muhoriba san'ati fransuz yozgan, fransuz yozgani. Ha. O'sha yozgani o'sha paytda Napoleon hattoki sevib o'qigan bo'lsa ham, Ha. lekin mana vaqt o'tdi, u o'zini dolzarbligini yo'qotdi. Shunaqa. Chunki u aynan urush qilish uslublari haqida yozilingan edi-da. Mana misol u paytlar to'p bilan urushish, Aynan muayyan davr uchun yozilgan. muayyan davr uchun yozilingan. Davr o'tdi, o'zgarib ketdi. Mana misol artilleriya hozir unchalik katta ahamiyat kasb qilmayapti. Dronlar chiqqan paytda bu davrga kelib uni kitobi ahamiyatsiz bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Aslingizki umumiyroq, ya'ni aynan munosabatlar, qanday aloqa qilish kerak insonlar bilan. Shunaqa. Psixolog, ya'ni falsafiy yondashgan. Shunaqa. Kitobni yana mana bu larni chiqartirib oluvdingiz, o'shanda qo'shilmagan joylari bor, shuni qo'shishimiz kerak dedingiz. Bu nima hozir? Xo'p, bu o'sha tarjimondan degan joyda kengroq qilib yozilingan. Bunda men o'sha Sunzi haqida yozganman. O'zi u kim bo'lgan? Buni xudo xolasa keyingi nashrda qo'shishni reja qilganmiz. O'sha Sunzi aslida kim bo'lgan? O'zi u bo'lganmi, yo'qmi? Qaysi manbalarda kelgan, shularni yozganman. Shu keyin yana qachon kitob holatiga kelgan va nima uchun bunaqa kitobga talab paydo bo'ldi Xitoy jamiyatida. Butun dunyo jamiyati nima uchun va kitob tarix davomida qanaqa ahamiyat kasb qilgan, ya'ni imperatorlar uchun boshqa. Kitobning dolzarbligi hatto shu Amerikani o'sha qurolli kuchlarida ham, ya'ni armiyasida ham bu kitob o'qilishi shart bo'lgan kitoblardan bittasi ekan. Shunaqa. Nimaga? Chunki bu harbiy strategiya bo'yicha yozilgan barcha asarlarning eng ahamiyatlisi. Eng birinchisida harbiy strategiya bo'yicha yozilingan. Birinchi harbiylar foydalangan bundan. Keyin boshqa boshliqlar, rahbarlar foydalangan. O'zi hamma emas, juda ko'p ixtirolar boshida harbiylar uchun chiqqan. Internet bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, birinchi harbiy yo'nalishda foydalanadi, keyin boshqa yo'nalishlar. Bu ham xuddi mana shunday. Bu harbiy strategiya bo'yicha eng birinchi yozilgan kitoblardan bittasi. 2,5 yil bo'lgan bo'lsa, bu kitob demak bu faqatgina Xitoyda madaniy meros emas-da. Bu butun dunyo, butun xalqlarda madaniy merosiga aylangan. Chunki 2,5 yil bu kichkina vaqt emas. Bu kitobni tarixi haqida bir ozgina gapirib bersangiz. Bu kitobda tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, eng avvalo o'sha muallif haqida ozgina gapirib o'tishimiz kerak. Muallif o'zi kim? O'zi aslida bo'lganmi? Shu tarixchilar har xil gap aytgan, Sunzi o'zi haqiqatda bo'lgan yoki bo'lmagan ham deganlar bor. Lekin biz bo'lgan degan navani olganmiz. Va Sunzi haqida bor yo'g'i bittagina tarixiy manbada aytilingan. Sunzi haqida. U ham o'sha miloddan avvalgi 2-1 asrlarda yashagan Sima Chen va uni otasi Sima Tan yozgan o'sha tarixiy bitiklar Shiji asarida kelgan. Unda nima deyiladi? O'sha kanizaklar voqeasi keltirilgan. Aynan mana shu kanizaklar voqeasi o'sha kitobda keltirilgan. Va bundan boshqa manba yo'q. Sunzi haqida. Sunzi o'sha Chi degan qirollikda tug'ilgan va u tug'ilgan davrlar o'zaro urushuvchi juda ham ko'p davlatchalarga Xitoy bo'linib parchalanib ketgan davrda tug'ilgan. Va bu qirolligida o'sha Xolu deb yozganmiz. Xoluga borib xizmat qilgan. O'zi bu kitob nimaga yozilindi? Nimaga bunaqa kitobga talab paydo bo'lganiga keladigan bo'lsak, jamiyatda nima urchigan bo'lsa,
o'sha narsaga davoga talab ko'payadi. Mana misol qishda gripp ko'payadi, doriga talab ko'paygani kabi. Xuddi o'sha miloddan avvalgi 1045-yilda Xitoyda Zhou sulolasi butun Xitoyni birlashtiradi. Bitta katta davlatga asos solinadi va urushlar tugaydi. Ya'ni ko'p bo'lmaydi, mayda urushlar bo'ladi, juda ham kam sonli askarlar bilan tezda boradi, bostiriladi, shu bilan ketiladi. Lekin miloddan avvalgi 8-asrga kelib Zhou davlati zaiflashadi. Zaiflashgandan keyin parchalanib ketadi. Va o'sha biz hozir aytgan mayda bir-biri bilan urushuvchi qirolliklarga bo'linib ketadi Xitoy. Va endi bu davrga kelib aholi ko'paygan, urushlar endi boshqacha tus oladi. Urushlarda avval mayda sonli askarlar qatnashgan bo'lsa, endi 100 minglab askarlar qatnashadi. Endi shaharlar devorlar bilan o'ralgan, uni borib qamal qiladi, qamal inshootlari qurish kerak. Otlardan foydalanish aynan mana shu davrga to'g'ri keladi. Ungacha otlardan foydalanilmagan. Ot aravalardan foydalaniladi. Hatto bu arbalet deydi-ku, kamonni, pistoletga o'xshagan. Ana shu ham shu davrda ixtiro qilingan. Va mana shu davrga kelib strateg harbiylarga talab oshib boradi. Mana hozir biznesda misol zo'r menejerlarga yoki marketologlarga talab kengaygan bo'lsa, o'sha davrga kelib strateg harbiylarga talab kengayadi. Xuddi shu mana misol Sunzi Chi qirolligida yashagan, lekin u Wu qirolligiga borib xizmat ko'rsatgan. Bu outsourcing qilishganda, tashqaridan kim zo'r bo'lsa taklifni qilib olaverishgan. Xuddi hozir men futbol klublarida qaysi bir anaqa himoyachi bo'ladimi, o'sha hujumchi bo'ladimi, arendaga olib boshqa klub undan foydalangandek. Shunaqa. O'sha davrda siyosiy beqarorlik, tinimsiz urushlar va davlatlarning o'zaro ishonchsizligi strategik bilimlarda rivojlanishiga sabab bo'lgan. Bu kitobda ahamiyati. Kitob o'sha Song sulolasidan boshlab, ya'ni milodiy 960-yildan boshlab to oxirgi o'sha 19-asrgacha Qing sulolasi davrigacha harbiy sohada ishlamoqchi bo'lgan amaldorlar yo harbiy amaldor bo'lmoqchi bo'lganlar bu kitobni o'rganishi shart bo'lgan. Bundan tashqari yana 6 ta harbiy klassika o'rin olgan. Jami 7 ta klassik asarlar borda harbiy nimaga oid, harbiy bilimlarga oid Xitoy tilida. Muhoroba san'ati o'shani birinchisi va eng mukammali. Ana shu 7 ta kitobni o'rganishi shart bo'lgan. Imperatorlarning eng asosiy qo'llanmasi bo'lgan. Va o'sha boya aytib o'tgandek, Jek Ma ham ko'p iqtibos keltirgan, yana boshqa misol Donald Tramp ham iqtibosli keltirgan, Henry Kissinger va urushlarda ham ko'p foydalanilgan. Va kompaniyalar o'zini strategiyasini tuzishda ham asosan mana shu kitobda berilgan tamoyillarga asoslanib tuzadi. Siz o'sha kirish so'zida aytgansiz, xotima qiladigan bo'lsak. Bu kitob faqat harbiylar uchun emas, hozir aytayotgan gapingiz, ya'ni tadbirkorlar va pedagoglar uchun ham shunaqasiz. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz tomoshabinlarimizga manzur keldi deb o'ylaymiz va ichki generallarni uyg'ota oldik deb o'ylayman. Ya'ni bu nafaqat yaxshi kitob gurungi bo'ldi. Qanaqadir ham men uchun shaxsan bir falsafiy fikrga undaydigan rahbarlarga, menejerlarga, ya'ni o'sha pedagoglarga ham, hatto o'qituvchilarga. Chunki ular xuddi xodimlar, rahbarlar bilan birgalikda ishlashgandek, o'qituvchilar ham pedagoglar, o'quvchilar bilan, talab ilmlar bilan ishlashadi. Shunga degandek, o'sha tarafdan bu juda ham manfaatli kitob bo'lgan. Sizga tashakkur shunday kitobni tarjima qilganingiz uchun. Yana boshqa kitoblarni tarjima qilishingizni va o'zingizni shaxsiy kitoblaringizni kutib qolamiz. Rahmat. Sizga rahmat.